Mashinangiz umrini qisqartiradigan top 5 ta sabab. Bu sabablarni o'zingiz ham sezmagansiz. Birinchisi mashinani kam yuvish. Mashinaning ustida chang va loy bo'ladi. Buni ketidan mashina zang. Mashinaning kraskasi xiralashadi, kuzov chiriydi. Shuning uchun mashinangizni tez-tez yuvib tursangiz, u sizga uzoq xizmat qiladi. Ikkinchisi ballondagi noto'g'ri bosim. Agar siz balloningizda kam bosim bo'lsa, benzin ko'p yeydi va tez yemiriladi. Agar mashinangizga havo ko'p urib olinsa, g'ildirinlaringiz yo'lga yopishi yomonlashadi. O'shaning uchun doimo bosimni tekshirtirib turish kerak. Uchinchisi rulni oxirigacha burish. Rulni oxirigacha burganingizda sizni rulingiz g'ijillaydi hamda buvillaydi. Bu esa gidravlika tizimiga yomon ta'sir qiladi. O'shaning uchun doimo uni sal orqaroq qaytarasiz, shunda sizning mashinangiz uzoq xizmat qiladi. To'rtinchisi bo'sh bak bilan yurish. Benzin nasos doim benzin bilan soviydi. Bakda benziningiz kam bo'lsa, nasos qizib ketadi va tez buziladi. O'shaning uchun doimo ozgina zapas benzin bilan yurish kerak. Beshinchisi, qizimagan mashinadagi sovuq dvigatelga gaz berish. Qizimagan mashinada hali moylari hamma joyga tarqamagan bo'ladi va detallari qizimagan bo'ladi. Buni oldini olish uchun har doim mashinani 1-2 minut qizdirib qo'yish kerak bo'ladi, hattoki yozda ham. Keyin bemalol haydasangiz bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'ying va mashina haydaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.